aytishni boshladim. Rahmat aytishdim. Bola ancha yaxshi bo'lib qopti. Da giperaktivniy rебенок edi. Ancha bosildi, mehribonligi, shunda o'zgarish bor. Katta men uchun bu hozir meni ona uchun bu katta o'zgarish. Da именно сейчас в данный момент до нашего anaqasiga для меня это очень большой. Xo'p, endi miyasi holati bo'yicha hali miyaga lecheniya qilmasimizdan miyadagi o'sha ikkita gematoma qilgan edi. O'sha ikkita gematoma полноценный so'rilib ketibdi. Xudoga shukr, воспалительный protsessdan ketkazganimiz uchun желудочно-кишечный traktda funksiyasini sekin запускать qilib yuborganimiz uchun organizm o'zini o'zi восстановление qilib olgan уже. Boshida miyasida ishlamayotgan neyronlarimiz 5 edi. Hali miyaga lecheniya qilmasimizdan уже 3 taga tushgan bu protsess. Zrительный funksiyalarimizni prosesslari ham ancha yaxshilanib qolgan. Zreniyada ozgina bosimlar bor edi. Shular